Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 29-may holatidagi urilgan joyidan video qilyapmiz. Mana 22 pechatda. Xudo xolasa deyarli umuman sho'ri chiqmagan, u kimlardir to'kib qo'ygandan keyin oz-moz yomg'irdan keyin sho'ri chiqib qolsa, sho'r chiqib qoldi, boshqa bo'lib qoldi deganlar soni ham endi 100 tadan bitta, ikkita bo'lishi mumkin. Bunaqa ko'p emas. Mana 22 pechatda olib kelganimizga 1 oy bo'lgani ham bor, 3-4 kun bo'lgani ham bor. 3-4 kun oldin ham to'kib ketganmiz. Xudo xolasa g'ishtni urishdi. Bular g'ishtni ko'rishgan mahalladoshlari tavsiya qilgan joylaridan olib kelib berdik qo'shnisiga. Bularga g'ishtimizni hammasini deyarli olib kelib qo'ydik. Mana deyarli urilgan joyda umuman sho'ri chiqmagan. Tavsiya qilishda qo'shnisiga olib kelib berdik. Endi ba'zi birlari sho'ri chiqqadimi, yo'qmi deganlarga sho'ri chiqadi deymiz shu holatida ham. Sho'riga garantiya berilmaydi. 10%, 15%, 20% gacha sho'ri chiqadi deymiz. Sho'riga umuman garantiya berilmaydi. Lekin sonidan kam chiqsa, ichidan otib yuboradigan bo'lsa, ular u tomoniga garantiya beramiz. Mabodo o'shanaqa bo'lgan taqdirda ham o'rnini bemalol qoplab beramiz. Mana hech qanday mana shikoyat ham qilishga yo'q. Mana sesmaning yonidan oz-moz sho'r chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Keyin mana 22 pechati bor mana. Bu g'ishtlarimizda hozirgi chiqib turgan g'ishtlarimizda umuman 22 pechati hozir chiqqani yo'q. Xudo xolasa har bir oyda bu pechatini yangilab turish kerak. Yangilalganimiz yo'q. Mana xudo xolasa umuman sho'r chiqqan yo'q. Xuddi shu razmerda mana shu g'isht, mana sho'ri chiqmagan g'isht. Mana ichkarilardan ko'rishlaring mumkin. Umuman sho'ri chiqmagan. Shu razmerda faqatgina pechati yo'q g'ishtlarda xudo xolasa kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab 10 mingtalik, 5 mingtalik, 3 mingtalik mashinalarda yetkazib beramiz. Sho'ri bormi deganlarga mana shu yaqqol. Mana kecha ham video qo'yganman. Kechagi holat qo'yganim 25-yilda, 2025-yil dekabrda olib borilgan, yanvarda olib borilgan g'ishtlarda ham urilgan holatida ham deyarli bizni g'ishtlarimizdan umuman sho'r chiqmagan. Mana shunaqa oz-moz sesmaniyonlardan, boshqa joylardan bo'lishi mumkin. Mana bu holatini jivoy ko'rib turibsizlar. Kimlardir shunda ham g'ishing shunaqami, g'ishing bunaqami deyish mumkin. O'shalarga mana video olib ko'rsatib qo'yapmiz. Mana g'ishimizni urilgan holatida ham mana shu holatda bo'ladi. Endi sho'ri chiqib qolsa, bu sizda rastoringizdan ham bo'lishi mumkin yoki sizda loyingizdan ham bo'lishi mumkin, sementingizdan bo'lishi mumkin. Mana bu holatda bir xil g'isht bugun bu yerga olib kelib urilgan bo'lsa, ertaga sizdan chiqsa, endi rastoringizdan ham, sementingizdan ham, loyingizdan ham bo'lishi mumkin. Kimga kerak bo'lsa, mana shunday g'ishtlar 22 pechatli, pechatli, pechatsiz g'ishtlar. O'rtasida teshigi ham bor edi. Teshik vaqtinchalik olib qo'ydik. Mana shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.